hatto sovetlar bizni bosib olganda ham Xiva shahriga kirish tekin bo'lgan. Xivani Ichon qal'aga. Xivani Ichon qal'asi u Xorazmni poytaxti hisoblangan. Sovetlar dushman bosib olganda ham pulli qilinmagan, mustaqil bo'lib turib, yana mana 2019-yil, hatto birinchi hukumat paytida ham bunaqa emasdi. 2019-yilga kelib Xiva shahriga kirish, ya'ni o'sha Ichon qal'aga kirish pulli bo'ldi. Dushman bosib olganda ham xalq o'zini poytaxtiga pulga kirmagan. Men aytaman-da, ertaga bir kun kelib Toshkentga ham kirish pulli bo'ladimi deyman. Men Xiva shahriga bordim-da, endi qarang. Kirib ketdim, xabarim yo'q edi meni. Men oxirgi marta 2017-yilda bordim. Buvimlar rahmatli bo'lganlar. Endi bizani ota-bobomiz harbiy bo'lgan, Xorazmni mudofaasida qattiq ishtirok etganda, yana kitoblar yozilgan. Aynan bizni o'sha ota-bobolarimiz uchun birinchi bo'lib deydi, mudofaani kuchaytirish uchun Xosiyon qishlog'iga joylashtirilgan, keyin dushman o'sha Oqtirband degan tomondan aylanib o'ta boshlagandan keyin o'sha qo'shinni olib, ya'ni bizani ota-bobolarimizni olib Oqtirband tarafga joylashtirgan va Xivani mudofaasida qatnashganda, endi ular jon olib, jon berib, qon chekib Xivani mudofaa qilganda poytaxtni. Endi tasavvur qiling, ular bilmaganda bir kun kelib bizni nevara, evara, chevara misol tariqasida bir kun kelib bizdan keyingi avlodlar biz himoya qilgan poytaxtga pul to'lab kiradi deb o'ylamagan. Menga juda og'ir bo'pti.